Şərqi Türkistan ulusumu, Uyghur milletimi? Abduri Abduvali Ayıp. Qayg'urishdan qaymoqtirishqa. 2019-yil bahorda qo'zg'algan Menmi Uyg'ur harakati da'voyimizni axborotda tutib turishda halqiliq rol o'ynadi. Ammo dal vaqtida bu harakatga qarshi da'voda xato ketdiq deguchilar chiqib, Uyg'ur demay Sharq Turkistonlik deytdiq degan shiorlar o'ttirg'i chiqdi. Men shu chaqdala bu ziddiyatning manbasini pam qilgan bo'lsammi, deb tugab ketar deb o'ylagan ekanman. Vaholanki bu zidliklar avjiga chiqib, oxirida Uyg'ur bo'lish avtonomiyaga, Sharq Turkistonlik bo'lish mustaqillikqa boshlaydigandek bir fikr muhojiratdagi minglarni mashg'ul qilishga boshladi. Bu yanala mustaqillik va avtonomiya talash tortishining o'zgargan shakli bo'lib, oxirida hatto millatni inkor qilish, tarixni rad qilish, amaliyatdan, insoniylikdan, dunyoviy qimmatlardan chetnash deganlarga taraqqiy qilyotidi. Men muhojiratda bu gaplarning bosh oxirdan xabarim bo'lganligi uchun deb qo'yishni loyiq topdim. 2006-yil men Turkiyada doktor Erkin Akramning bir maqolasini o'qigan. Uningda Uyg'ur da'vosi bilan Sharq Turkiston da'vosi ayrilgan bo'lib, Uyg'ur da'vosi kishilik huquq da'vosi deyilgan. Sharq Turkiston da'vosi bo'lsa mustaqillik da'vosi deb ta'birlangan. Shu chaqlarda yana bu ustozning Sharq Turkiston mustaqilligining 50 yillik planini tuzganligini o'qigan edim. Esimda qolgani birinchi bosqich bo'lib, u kimlik barpo qilish ekan tuq. Bu bosqichda Sharq Turkiston ulusi barpo qilish ta'kidlangan. Demak, mustaqillikning birinchi qadami Sharq Turkiston ulusi barpo qilishdan boshlanadi deyilgan. Men doktor Erkin Akramning 2006-yildan keyin yuqorqi Uyg'ur da'vosini qilish, kishilik huquq da'vosini qilganlik bo'ladi. Sharq Turkiston da'vosini qilish mustaqillik da'vosiga mansub. Mustaqillikning birinchi qadami Sharq Turkistonlik degan kimlikni, ya'ni ulus barpo qilish bo'lish kerak degan qarshida o'zgarish bo'ldimi, bo'lmadimi bilmaydim. Yaqinda bir do'stim orqali Sharq Turkiston mustaqillik planining yangi nusxasini ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Birinchi bosqich yana burunqi bilan o'xshash bo'lib, kimlik barpo qilish deyilgan. Birinchi tarmoq mazmun Sharq Turkiston ulusi degan kimlikni shakllantirish ekan. Yaqinda bir qism ziyolilarning silliq suhbatlarini anglab chiqdim. O'ttirg'i qo'yilgan mazmunlarni doktor Erkin Akram o'ttirg'i qo'ygan fikrning farqli variantlari deyishga bo'ladi. Ifodalanmoqchi bo'lgani Uyg'ur da'vosi, kishilik huquq da'vosi, Sharq Turkiston da'vosi mustaqillik da'vosidir. Uyg'ur degan bir etnik millat. Etnik millatning davlat qurish huquqi bo'lmaydi. Biz Uyg'urning da'vosini qilsak, mustaqillik amalga oshmaydi. Shunga Sharq Turkiston ulusi barpo qilib, shu peti da'vo qilsaqlar, mustaqil bo'la olamiz deganlardan iborat ekan. Bundan boshqa tarixda Mas'ud Sabri, Aysa Abdikin va Mamtimin Bo'ralarning ayni chaqda Xitoy davlatiga vatanimizdagi Uyg'ur qatorliq turkiy tilli xalqlarni turk degizish,
Türk olosini e'tirof qilg'izish yo'lidagi tirishchanliklari misolga elinib, Türk olosi barpo qilish, tilimizni Uyg'urcha demay, Kashgar turkchisi deyishmi yaqinlashga boshlabdi. Hatto tilimizni Xitoy Kompartiyasi kelishdan burungi yillarga qaytirish, Uyg'urlar 70 yildan beri odatlangan so'z, qiliq va yemakliklarni inkor qilish tashabbuslarimi o'ttirg'a chiqmoqda. Men 2010-yili etnik, ya'ni yerlik millat, siyosiy millat, ya'ni ulus degan uqumlar haqida Uyg'ur qandaq millat degan mavzuda maqola yozgan. Bu maqolamda chala qolgan mazmunlarni, chala tarjimon kimni o'ltirgan, kimlikni o'ltiramdi degan mavzuda to'liqlab yozib, to'rda e'lon qilgan. Shunga millat, yerlik millat va siyosiy millat, ya'ni davlat millati, ya'ni ulus deganlarning farqini takror yeshib yurmayman. Faqat yerlik millat uqumi bilan ulus uqumini yeshib berishim kerak. Ulus degan bir davlatda yashayotgan kishilarning asli yerlik millati nima bo'lsa-bo'lsin, davlatga tavallik bildirib, o'zini shu davlatning fuqarosi deb bilishga qartilgan bo'lib, biz yashagan tuproqning millat qurilmasiga nisbatan u davlat qurilgandan keyin shakllanadigan uqum. Masalan, Qozoq degan so'z Qozog'iston mustaqil bo'lishdan burun bir yerlik millatning nomi edi. Endi bugun Qozog'istonda Qozoq degan so'z faqat shu kishining milliy kimligini ko'rsatganda etnik millat ma'nosini bildirdi. Agar Qozog'istondagi barliq fuqarolarni ko'rsatganda davlat tavalligini, ya'ni ulusini bildirdi. Turkiyada turk degan so'z tili turkcha bo'lgan, asli O'rta Osiyodan ko'chib kelgan, o'zini ko'k turk davlatining varisi deb biladigan kishilarni ko'rsatsa, etnik millat ma'nosida keladi. Agar Turkiya fuqaroligini olgan barliq kishilarni ko'rsatsa, ulus ma'nosida keladi. Xitoylarning Jonghua millati degan so'zi Xitoyda ulusni ko'rsatsa, Malayziyada bir etnik millatni ko'rsatadi. Uyg'uriya degan nomda agar bir davlat qurilsa, shu davlatdagi barliq millatlarni Uyg'ur deyishga to'g'ri keladi. Xuddi Germaniyadagi barliq fuqarolar German deyilgandek, ammo faqat Uyg'urcha so'zlaydigan kishilarla etnik Uyg'ur, barliq Uyg'uriya fuqarolarini Uyg'ur ulusi deymiz. Yana bir takrorlasak, avval ulus barpo qilinib, ondan davlat qurilmaydi. Avval davlat qurilgandan keyin ondan ulus uqumi barliqqa keladi. Hamda mas qadamda ma'rif bilan avlodlarga singdiriladi. Ulus kimligi davlat belgilagan turli murosim, qoida va yo'sullar orqali ma'lum mazgillarning o'tishi bilan tadrijiy mukammallashadi. Agar muhojiratda Sharq Turkistonlik degan bir ulus uqumini barpo qilish mustaqillikning birinchi sharti deyilsa, undaqda bu barpochilikdagi tashviqot obyekti o'zini allaqachon Sharq Turkistonlik deb qarashda ching turib kelgan Uyg'urlarla emas, balki unda qarmasligi mumkin bo'lgan Tungan, Mo'ng'ul, Shiva, Dağur degan yerlik millatlar bo'lishi kerak. Ammo mush kungacha men ulus targ'ibotchilarining Uyg'urlarga ulus bo'lishga, yerlik millat bo'lishdan saqlanib, Sharq Turkistonlik bo'lishga da'vat qilganini ko'rdim. Ammo unda qarmaydigan millatlarga tashabbus qilganini ko'rmadim. Ulusni targ'ib qilganlar Uyg'ur.
o'qirmani aslidilla o'zini Sharq Turkistonlik deb qaraydigan Uyg'ur. Ammo muhojiratdagi Sharq Turkistonliklar ichida Uyg'urdan boshqa hech bir millat kishisining bundaq da'vatlarni anglab, inkas bildirgunni yoki ularningmi da'vat qilganligini anglamadim. Gerçi Türkiye'de ulus barpo qilish tashabbusiga 10 yildan oshgan bo'lsa-mu, vatan sirtidagi boshqa millatlar emas, Türkiye millat bo'lgan. Biz bilan Türkiye'ga birga ko'chman bo'lgan Zaytunbornidagi Qozoq darnikimi, texi hech bir uluschi ustozimizni leksiyaga qabul qilgani yo'q. Ulardan hech kim ulus tashviqotiga erkin dunyoda ovoz qo'shgan yo'q. Biz bir Turkiyada, bir Istanbulda, bir Zaytunbornida turib, birga faoliyat qilolmagan, hamkorlikda Sharq Turkistonning davosini qilolmagan, bir ulus bo'lishga sharoit bor turib, ulus bo'lolmagan yerda qanday qilib vatandagi hayotini saqlab qololmayotgan, qamoqlarda halok bo'layotgan kishilarimizni Sharq Turkistonlik qilib bo'lib, ondan mustaqillikka yo'l ochimiz deyalaymiz. Agar maqsad muhojiratdagi Uyg'urlarni Sharq Turkiston ulusi qilish bo'lsa, qani qaysi Uyg'ur men Xitoy, men Sharq Turkistonlik emas yoki men faqatli Uyg'ur millati Sharq Turkiston ulusi emas deb da'vo qildi? Hech bir Uyg'ur unda qilmagan bo'lsa, bu ulus tashviqotining zaruriyati nada? Mustaqillik uchun avval Sharq Turkistonlik degan kimlikni barpo qilish. Buning uchun barliq Qozoq, Qirg'iz, Mo'ng'ul qatorliqlarni bir ulus ostiga jug'lash to'limi chiroyli bir fikr. Ammo bu fikrni nada tashviq qilamiz? Tashviqotni qanday qilamiz? Kimga qilamiz? Unumi qanchalik? Vatandan Qozog'istonga borgan qozoq qarindoshlarimiz o'zini Qozog'istonlik deydi. Qozog'iston bayrog'ini bayrog'im deb biladi. Qirg'izistonga ko'chib chiqqan qirg'iz bag'irlarimiz o'zini Qirg'izistonlik deydi. Asli maqsad shu bo'lg'achqa shu allarga ko'chgan. Chet ellarda Uyg'urdan boshqa xaridori bo'lmagan bu fikrlarni nemishqa yana o'ttirg'i tashviq qilamiz? Mencha bizdan boshqa qarindoshlarimizning hammasi davlatlik. Faqat Uyg'urning mening deb ko'chadigan davlati bo'lmag'achqa davlat quramiz degan bu da'voda ketyotidi va ziyolilarning og'ziga qarab umid kutyotidi. Shunga davlati bor muhojirlarga davlat qurib beramiz demay, biz bilan bir ulus bo'lishqa yenimizga kelmaganlarni tamo qilmay, o'zimizning mavjudlik maqsadlarimizni o'ylashqinimiz afzal. Ziyolilar orasida yangi fikrlarning bo'lishi yaxshi ish. Fikr o'xshamasligi bizning boyligimiz, ixtilof va talash tortishlarning bo'lishi bizning ta'limimiz. Shunga payg'ambarimizmi ixtiloflarni rahmat degan ekan. Ammo ziyolilar o'ttirg'i qo'ydigan ba'zi fikrlar faqat ilmiy muhokama yig'inlarida deyilsa, o'zaro yezishadigan taqrizlarda tilga ilinsa bo'ladi. Ammo taratqularda temaning bosh oxirdan bexabar, kasbiy atalg'ulardan xabarsiz, kasbiy bilimlar yetarsiz avomga ba'zi kasbiy sohaning qarashlari yetkazilsa, qaymoqish paydo bo'lishi mumkin. Masalan, "Menmi Uyg'ur" degan
bir chiroyli harakatga qarshi chiqqan "Manmi Sharq Turkistonlik" degan chaqiriq, Uyg'ur deganlik avtonomiyachilik, Turk deganlik mustaqilchilikqa boshlaydi degan tashabbus. Tilimiz Uyg'urchami emasmi, millatimiz Uyg'urmi, Turkmi degandek tüki yo'q paranglarning hammasi ziyolilar o'tirg'a qo'ygan qarashning natijasida kelib chiqqan ommaviy qaymoqush, qalaymaqon talash tortishdan zaruriyatsiz ziddiyatdan bo'lak narsa emas. Ziyolilarning minnatsiz tirishchanligi millatning fikr dasturxoniga gezakdir. Hammaylan chiroyli dasturxonga yig'ilib, gezaksiz o'ltirsaq, qo'rsaqning ochlig'ida har qancha bezaklik uymi ko'zimizga sat ko'rindi. Ziyolilar millatning taqdiriga ko'ngil bo'lgachga, turli qarashlarni o'tirg'a qo'yidi, tirishidi, yozidi. Biz ularga haqiqatan rahmat aytamiz. Ammo shunimi unutmaymizki, ziyolilikning bir tarafı doim g'oyiviylik, xiyolilik va nazariychilik bilan tutishib ketgan bo'ladi. Ziyolilarning millatning kelajagiga bo'lgan qayg'usi ularning fikrini doim qo'zg'ab turdi. Ular hargizmi vatan qayg'usini manba qilgan fikrlarining qaymoqush paydo qilishini maqsad qilmaydi. Shunga biz ziyolilarning zaruriyatsiz tashabbuslari, vaqti kelmagan planlari, reallikqa uyg'un bo'lmagan qarashlardan qaymoqqan yoki qaymoqish bo'lganini bilgan chig'imizda biz bir o'qirman bo'lish sifatimiz bilan bularni bir-birimizga va shu ustozlarga yetkazib qo'ysak, ya texmi mukammal fikrlarning chiqishiga turtki bo'lamiz, yoki xato tushunib qolgan bo'lsak, to'g'risini bilib olamiz. Tugidi. 2019 yil 22 iyun Parij.